O'zbekistonda ko'pchilik Xitoydan tovar zakaz qilib biznes qilishadi, lekin savol tug'iladi. Buni qanaqa qilishadi? Qaysi saytdan, qanaqa buyurtma qilishadi? Shunga o'xshagan savollar juda ham ko'p. Bugun men sizlarga Xitoydan qanaqa tovar zakaz qilish va qaysi platformalardan ko'proq foydalanishadi, shu haqida batafsil ma'lumot beraman. Xitoyda 3 ta mashhur e-commerce platformalari bor. E-commerce nima u? Da elektron tijorat. Uzumga o'xshagan. Ular bir-biriga o'xshash ko'rinadi, lekin aslida boshqa auditoriya uchun yaratilgan. Bugun sizlar bilan ular qanaqa ishlashi, tarixi va qaysi programma siz uchun mosligini ko'rib chiqamiz. Taobao har kim uchun savdo maydoni. Tarixiy keladigan bo'lsak, 2003-yilda Alibaba Group tarkibida platforma ishga tushgan. Amerikaning mashhur kompaniyasi eBay'ga raqib sifatida yaratilgan. Asosan jismoniy shaxslar va kichik do'konlar uchun. Ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, customer to customer, ya'ni mijozdan mijozga. Mahsulotlar turli sifatda original, replika, oddiy ko'rinishda bo'ladi. Pinduoduo jamoaviy arzonlik. Tarixiy keladigan bo'lsak, Colin Huang tomonidan 2015-yilda asoslangan. 3 yil ichida Xitoydagi eng yirik platformalardan biriga aylangan. Ishlash prinsipi esa group buying, ya'ni jamoaviy ravishda arzonroq sotib olish. Pinduoduo shunisi bilan mashhur. Mahsulotlar juda arzon, lekin sifati ham shunga yarasha. Asosan ichki Xitoy bozoriga mo'ljallangan. Pechat bilan integratsiya qilingan. Kimlar uchun deysizmi? Juda arzon tovar izlaydiganlar, ommaviy buyurtma qiluvchilar uchun. 1688 ulgurji savdo imperiyasi. Bizning tilda aytganda Optum. Tarixiy keladigan bo'lsak, Alibaba Group'ga qarashli bu platforma 1999-yili Jack Ma tomonidan asoslangan. Asosan Xitoy ichidagi savdogarlar va ishlab chiqaruvchilar uchun bu yaxshi platforma. Ishlash prinsipi B2B, ya'ni biznesdan biznesga. Ulgurji narx, tovarlar ko'p miqdorda sotiladi. Real ishlab chiqaruvchilar bilan bevosita aloqa. Barter, narx kelishuvlari mavjud. Mahsulot ko'pligi va sifatlari har xil. Kimlar uchun mo'ljallangan deysizmi? Biznesmenlar, savdogarlar, to'g'ridan to'g'ri import qiluvchilar uchun mo'ljallangan. Endi siz bu ishda platformani farqlarini ko'rib chiqdingiz. Keyingi videolarimizda biz sizlar bilan 1688 Pinduoduo, Taobao ilovalarida real mahsulot topish va xarid qilishlarni ko'rib chiqamiz. Sog' bo'lasiz.